2016-yilga 2017-yil bo'lgan Gentra dehqonni o'zida so'rovdilarmi? Mana sizlarga Gentrani xullas svesh olib qo'ydik. Ko'rganlaringdek ideal holatda bo'lib turibdi. Xullas mashinani olasiz, maza qilib minasiz. Probegi 163 ming kilometr yurgan. Kuzovida ko'rganlaringdek hech qanaqangi chaqachqasi yo'q. Mashinamiz top toza. Bir donagini orqa bagajda rextovkasiga sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Salonlarni ham bitta ko'rishlaring mumkin, operator olib keladi. Mashinamiz takoy qarab minilgan. Xohlagan dokumentingizni qilib beraman-ki, muammo yo'q. Maza qilib minishadi. Ozgincha pul kerak bo'lib qoldi. Shunga pul kerak bo'lib sotyapman. Xullas ko'rganlaringdek poliya qilingan, chexol qilinmagan, zavod holatida minilgan. Bagajini ham ko'rishlaring mumkin. Xullas zavodskoy metan. Bular bilsanglar ham ko'pchilik 2023 qo'ygandimi? 23larda ham chiqqan. Ya'ni 16-17 bo'lgan mexanika birinchi pozitsiyalarda ham chiqqan ekan. Zavodskoy metan, ya'niki kirishi, chiqishi отдельный tarafda bo'ladi. Zapaskalari ham umuman tushmagan. Mashinani olasiz, maza qilib minar ekansiz. Ertalak qizartirib keting, xudo xolasa, narxi ham aniq sizga qiziq bo'ladi. O'zi ko'proq bilasizlarmi, avtobat minadigan akalardan, mexanika minadigan akalar zo'r qarab qo'yadi. Faralari ham ko'ryapsizlarmi? Neobычный, серьезный akalarda серьезный fara qo'yilgan bo'ladi. Mashinani motor ishlab turishga bitta baho berasizlar. Xullas, pokoleniya metan, ya'ni 4-pokoleniya. Mana bitta miyasini o'zi turadi. Xullas, olasiz, maza qilib minasiz. Ko'p maqtash kerak yo'q. Xullas, narx xudo xolasa, ne только dehqonga, mashina qurish akalarga ham tushib ketadigan narxda. Narxini $7600 dan ozgincha tushib beraman. Narx bilib bo'lsa, xudo xolasa, norozi bo'lib ketishmaydi deyshti. Bemalol telefon qiling, pastdagi nomerlarga dehqonni o'zida top toza bo'lgan Gentra mashinasi do'stlar.